Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Musofirdan kuzatib turadigan mana Zarzamindan kuzatib yurib, layklarni bosib, tarqatib turgan barcha yorug' do'stlar, videolarimizni tarqatyapsizlar. Rahmat hammalaringga layklarni bosib. Biz minnatdormiz. Ko'p mana kommentariyalar yozilyapti va to'xtamanglar. Zarzamin olg'a deb. Gap yo'q, boshlang og'rimasin. Mana shu videoga ham hammadan bitta Zarzamin olg'a degan bir komment kutaman. Jonlaring sog' bo'lsin do'stlar. Bugun 13-oktyabr 2025-yil. Mana sizlarga yangilikni yana ko'rsatib boramiz. Zarzaminda binosida nima o'zgarishlar bo'lyapti? Nimalar bo'lyapti? Kimlar nimalar olib keldi? Ko'pchilikdan ko'p narsa kelgan. Videoni oxirigacha kuzating. Bizni podishka qilib qo'ying. Qani ketdik. Do'stlar, betlar saqish deydimi? Aynaqa narsalar bo'lgan, mana chetlari, endi betlar ko'miladi. Mana. Do'stlar, bizga armaturlar kelgan. Mana. Assalomu alaykum. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bu armatur nechi razmeri? 18-16lik armatur mana. Xullas mana do'stlar 16 tami nechta armatur kelgan, rais olib kelganlar. Lekin mana bu yerda 18 tami, 18lik 16lik 30 nechta armatur kelgan bu karkasga. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Mana bu yerda mana karkas to'qishyapti. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Tegmisiz? Charchamaysiz? Zikrullo ham to'xtamay shu yerda obod qilish bilan avvora. Zikrullo, assalomu alaykum. Tog'a, qandaysiz? Tinchmisiz? Assalomu alaykum. Tinchmisiz, qandaysiz? Ha, sekin mana. Ha, yaxshi. Gap yo'q, sizga mana shu yerda bosh bo'lib turibsiz. Boshingiz og'rimasin. Doim. Aka, mana shu razmeri nechi buni? Armaturda? 16. Mana 16lik armaturdan to'qilyapti. 16lik. Aha. 16lik rossiyskiy tashilyapti. 4ta. 7 ta. Yaxshimi? Bunda chaqchaman. Aka, yaxshimisiz? Tegmisiz? Assalomu alaykum. Jo'rajon. Aka, yaxshimi? Farhod aka, tegmisiz, charchamasdan. 32 dona 16lik. Aha. 32 dona 18lik. 800 metr. Hamut nechta keldi? Hamut 300 dona. 300 dona. Xullas maslahatlar bo'lyapti. Mana u nima edi? Saqish deydimi, nima deydi? Traktor abitanga kelar ekan. Lekin bo'ldimi o'zi? Razdivalka bo'lyaptimi Farhod aka? O'g'il ballatiki, qiz ballatka deydi. Oladi bo'ladi, suv. Sesmaga. Ha, u chiqadi, samasa bu hammasi mana o'ttadan ham chiqadi, itdan chiqadi. Bitta 3ta. Ha, sesma shunga ulanib ketadi. Shu razdivalkaga dushti nimasini ham qo'yish kerak deyman, turbasini. Zasipka qilishdan oldin qo'yamiz. Mana bu tomonga kanalizatsiyani bu tomonga chiqaramiz. Mana bu yerdan pendi 32lik turbani suvga borib chiqarib qo'yish kerak. Bu tomonga. Aha. Suvni ulaganda dushga suv kelish kerak-da. Aha. Endi 32lik turbani suv. Traktor qachon keladi? Abitanga kelar ekan. Qayrog'imda ishlayapti ekan. Do'stlar, videolarni ko'rsatib boraveraman, videolarni kuzatib boring. Kelsa ungacha karkas to'qiylik, kelsa ko'pchilikdan ko'p savol bo'lyapti kommentariyada. Bu yerga nima qurilyapti? 7-chi, 8-chi, 9-chi qism mana iborat. Qism qilib ketganimning sababi shuni 9-chi qismni ko'rib qolgan odam, birinchi qismni bir ko'raychi deb profilga kiradida, birinchi qismni ko'rib, undan analiz qilib, nima qurilishini yoki ikkinchi qismni ko'rib, nima qurilishini bilib, keyin
xabardor bo'ladi degan niyatda biz qism qilib Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajru savoblarga ega bo'lasiz. Vassalomu alaykum va rahmatulloh.